Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî enzele ala abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivaca. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyâ'i vel murselîn. Seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem mo'min musulmon birodarlar, qardoshlar, opa-singillar, mana bugun Ramazonning oxirgi 10 kunlaridan bitta kunda Allah subhanahu va taoloning fazli bilan, u zotning marhamati bilan yana bugungi xatmi Qur'onga hozirlik ko'rib turibmiz. Bugun inshaalloh Yosin surasidan boshlangan juz'ni Alloh muvaffaq qilsa xatmlarda, tarovihlarda qorilarimiz o'qib berishadi, biz inshaalloh eshitamiz. Bugun o'qiladigan juz, Qur'oni Karimning juz'i ham oldingi juzlar kabi ko'proq Makkada nozil bo'lgan oyatlarni o'z ichiga olgan. Bugun o'qiladigan Yosindan tortib va Soffatdan tortib barchasi Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan. Makkaning suralari, makkiy suratlarning xususiyati bo'lgan bu suralarda ham aqida masalasi, insonni Alloh taolo bilan aloqasi masalasi va ayni paytda oxirat, qiyomat ga taalluqli bo'lgan, jannat va do'zaxga taalluqli bo'lgan masalalarni Alloh subhanahu va taolo bu suralarda, bugun o'qiladigan Qur'oni Karim suralarida bayon qilgan. Shu bilan birga bu suralarda o'tmish payg'ambarlar, oldingi o'tgan qavmlarning hayotidan qisqa, ba'zi joylarda batafsil bayonlar keltirilgan. Maqsad o'sha o'tgan payg'ambarlarni qissalaridan va ularning qavmidan bo'lgan voqealardan keltirishdan maqsad bugungi Muhammad alayhissalatu vassalomning ummatlariga dars bo'lishligini, bu ummatga ham oldingilarning hayoti ibrat bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo iroda qilib bu hikoyalarni keltiradi. Bugun o'qiladigan Qur'oni Karim oyatlarining, suralarning ichida alohida e'tiborli, alohida biz ko'pchiligimiz ismini eshitganimiz, ko'pchiligimiz turli munosabatlarda o'qiganmiz yoki o'qiganini eshitganimiz Yasin surasi ham bugun inshaalloh tilovati Qur'on qilib o'qiladi. Yasin surasi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni qalbi, yuragi qilib nozil qilgan sura. Ko'pchilik ulamolar hadisdan olib Yasin surasi Qur'oni Karimning qalbi ekanligini aytishgan. Yasin surasini Jin surasidan keyin Alloh taolo Muhammad alayhisalomga nozil qilgan. Jin surasi Yasin surasidan oldin nozil bo'lgan. Ma'lumki Jin surasi ham Makkada nozil bo'lgan va unda folbinlar, munajjimlar va jinlar bilan aloqada bo'lib odamlarni doimo aldab yurganlarning qissasi-yu va ularga bo'lgan musulmon odamning qanaqa holatda bo'lishligini Alloh taolo Qur'oni Karimda Jin surasida bayon qilgan. Ana o'sha suradan keyin bugungi Yasin surasi nozil qilinganligini mufassirlar keltiradilar. Yasin surasini tarkibi ajoyib qissalarga to'la. Yasin surasi haqida, Yasin surasining fazilati haqida payg'ambar alayhisolatu vassalomning bir hadislari bor. U zot alayhisolatu vassalom aytadilar-ki, Qur'onning qalbul Qur'ani Yasin, Qur'onning qalbi Yasin surasidir. Kim Allohni va qiyomat kunini maqsad qilib Yasin surasini o'qisa, Alloh subhanahu va taolo illa g'afarallohu lahu, Alloh azza va jalla uning gunohlarini mag'firat qiladi deganlar. O'sha hadisning davomida Rasululloh alayhisolatu vassalom iqra'uha ala mautakum, u Yasin surasini vafot etganlaringizga yoki vafot etish arafasida turgan, jon halqumini qiynalib turganlaringizga Yasin surasini o'qinglar deb payg'ambar alayhisolatu vassalom aytganlar. Ana shu surani haqiqatda mana vafot etishdan bir kishida jon talvasasi kelib bir og'ir holatda turgan bo'lsa, Yasin surasini o'qishlik mustahab amal. Shuning uchun bizning diyorimizda, umuman musulmonlarda bir kishi o'lim soati yaqinlashib, g'arg'ara boshlanganda darrov tepasida kalima talqin etiladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh aytiladi va shu bilan birgalikda Yasin surasini u yerda o'qishlikni, demak shu
hozirgi aytilgan sunnat hadislarga muvofiq ta'kidlab o'qiladi. Demak, Payg'ambar alayhisolatu vassalom bu suraning fazilati haqida, bu Qur'onning qalbi va uni vafot etganlaringizga yoki jon talvasasida turganlaringizga o'qinglar deb Payg'ambar alayhisolatu vassalom tavsiya qilganlar. Yana shuningdek, bu Qur'on haqida Payg'ambar alayhisolatu vassalomning bir hadislari bor. Payg'ambar alayhisolatu vassalom yana bir hadislarda Yasin surasi haqida aytadilarki, kim bir kechada kechki payt kirgandan keyin Yasin surasini o'qisa, asbaha mawfurun lahu, ertalab tong otganida gunohlari mag'firat qilingan holda tong ottiradi deganlar. Demak, bu sura juda buyuk sura. Bu suraning ichida Alloh subhanahu va taolo ajoyib qissalarni keltirgan, aytib o'tdik. Ularning ichida bir diyor, qishloq, qariya ahlini alohida zikr qilgan. Bir qishloq ahliga, bir shahar ahliga Alloh taolo ikkita kishini ogohlantiruvchi qilib yuboradi. Ikkita payg'ambarni ogohlantiruvchi, ularni qiyomatdan, Alloh taoloning azoblaridan bildiruvchi va dunyo hayotida qanaqa qilib Alloh taoloning roziligiga erishish mumkinligini o'rgatuvchi payg'ambar qilib yuboradi. Ularga uchinchi odamni ham qo'shimcha qilib, yordamchi qilib Alloh taolo yuborishini va ular uchta payg'ambar kelsa ham ularga quloq solmasdan dinga, iymonga kelmaganliklarini mana shu surada Alloh taolo bayon qilgan. Bu surada ana shu qissani keltirib turib, u qissa kelgandan keyin o'sha shahar ahli, o'sha diyor odamlari kelgan odamlarga ijobat qilmasa, yuborilgan payg'ambarlarga quloq solmasdan, ularga iymon keltirmagandan keyin o'sha qishloqni, o'sha diyorni bir chetidan, chekkaroq joyidan bir kishi, iymon ahlidan bo'lgan bir yigit kelib ularni ogohlantirganini va jaa min aqsal madinati rajulun yas'a, u shaharning bir chetidan, narigi tarafidan bir yigit, bir odam harakatlanib yugurib keldi. Yugurib kelib aytdiki, ey qavm, bularga iymon keltirmaysizlarmi? Ana o'sha nimada oyat karimada qala ya qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ey qavmim, ey mening vatandoshlarim, ey mening mamlakatdoshlarim, bularga ergashinglar. Mursalin, bu yuborilgan payg'ambarlarga itoat qilib ergashinglar deb ularga nasihat qilib keldi. Juda nasihat qildi, uzoq nasihat qildi. Qur'on oyatlarida qanaqa nasihat qilganini Alloh taolo birma-bir keltirgan. Nasihat qilib, men qanaqasiga men o'zim ularga iymon keltirmas ekanman, axir bular haq yo'lda bo'lsalar deb o'zini oqlab ularga nasihat qilganida oyatdan ma'lum bo'ladiki, qishloq ahli u odamni o'ldirgan. U odam to'g'ri yo'lga boshlagan uchun u odamga nisbatan qo'pol muomala qilib o'ldirib qo'ygan va o'ldirgandan keyin u odam Alloh taolo qiyomatdagi holatini zikr qilib, qiyomatda Allohning huzuriga u odam vafot etgandan keyin aytganki, uni tilidagi gaplarni bu oyatda zikr qilib keltiradi. U vafot etganidan keyin qani edi meni qavmim bilganida edi. Meni Alloh taolo mag'firatiga olib qanchalik gunohlarimni kechirganini bilganida edi deb mana shu qissani Alloh taolo keltirgan. Bu qissadan biz oladigan darsimiz nima? Bu qissadan olinadigan dars shuki, haqiqatda doimo yaxshilikka chaqiruvchi, to'g'ri yo'lga boshlovchi, jamiyatlarda, xalqlarda, qavmlarda bir chiroyli ma'noda, to'g'ri uslubda yashashni taklif etuvchi odam doimo to'g'ri qabul qilinmasligi ehtimoli bor. Odamlar uni tushunmasligi mumkin. Uni tushunmaslikdan unga nisbatan dushmanchilik qilishi mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da, har bir jamiyatda, o'sha jamiyatda yaxshilikka chaqiruvchilar, yomonliklardan qaytaruvchilar, o'sha jamiyatni to'g'ri ma'noda rivojlanishiga, islohiga xizmat va harakat qiladigan kishilar to'xtab qolmasligini mana shu oyatlardan demak bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Haqiqatda doim ham bir qavmning ichida, bir xalqning ichida to'g'rilikni, chiroyli hayotni Alloh subhanahu va taolo buyurgandek dini diyonatni, farovon hayotni tushuntirishga harakat qiladigan Allohning bandalari doimiy bo'lib turadi.
Bu Qur'on oyatidan ma'lum. Ana shu doimiy Allohning bandalari doimiy holatda o'zini atrofidagilarga yaxshilikni, xayrni, to'g'ri yo'lni, islohni va tavfiqni nasihat qilib turishadi. Demak, Yosin surasidagi biz uchun bugun bir alohida dars oladigan nuqtamiz shu. Inshaalloh boshqa suralarda ham har birida alohida ibrat oladigan, alohida dars oladigan nuqtalar bor. Inshaalloh qolgan suralarda ham shunga o'xshagan ma'nolarni tushunishni Parvardigor barchamizga o'zi nasib aylasin. Bugungi o'qiladigan Qur'on Karim oyatlarini avvalo tinglaganlarimizga, o'qiganimizga va undan ma'nolaridan bilganlarimizga o'zi ajrlarini, savoblarini ko'paytirib berishini u Zot Azza va Jalladan so'rab qolamiz. Alloh taolo bu Ramazon kechalarini muborak qilsin. Ramazondan gunohlardan xoli bo'lgan holatda, onadan tug'ilgandek musaffo bo'lgan holatda chiqishlikni baxtini hammamizga nasib etsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.